Bismillahirrahmanirrahim. Benim çıkışımın teması balalarda şefkat hissi terbiyelev. Nerse ol şefkat? Tatar dilinin anlatmalı sözlerinde şefkat sözünün iki mağnası ko'rsatilar. Birincisi kızganu hissi, merhamet. İkincisi keng ko'ngillilik, rahimlilik, yordamchil bo'luv. Şefkat sözünden bir ko'p frazeologiya keltirmalarda yasalgan. Şefkat etuv, ko'rsatuv, soluv, şefkat yasi, şefkat pulun suzuv, şefkat ko'zi soluv, şefkat so'rov ham boshqalar. Şefkat hissi bo'lgan kishi turida so'z borganda shafqatli, igilikli, kishilikli, keng ko'ngilli, qizg'anuvchan, marhamatli, yordamchil, rahimli kabi sinonim atamalarda qo'llaniladi. Şefkat hissi qo'yishan, nishib, nindi yo'llar bilan, ishoralar yordamida tarbiyalana. Allah so'nggi turmushdan kishilarda bo'lgan bir sifatmi? Bilgili, şefkat hissi azmi ko'pmi kishilarda turmushdan bo'ladi. Tip jamiyat, balalarni shunga bo'lgan tiralik ta'sirida bu his turlicha formalaşadi. Hozirgi chorda informatsion kommunikativ texnologiyalarning hakimlik etuvi balalarda shafqat hissining kemiyini keltiradi. Chunki qabul etgan ma'lumot ularda kishiliklikka qaraganda ko'proq kishiliksizlik hislari tarbiyalaydi. Balalar o'zlarida birsin-birsi qiyirsitib, jabrlab, shuni videoga tushirib, sotsial shilterlarga o'rnashtiradi. Bunday shartlarda balalarda shafqat hissini nishik bildirga, ham bu hissni nishik saqlarga ham o'stirishga so'ng. Bilgili, eng birinchi bu his bolaning yaqin kishilari, atiyani, abi-bobay, tug'anlari o'rnagida formalashadi. Bolaning boshqalar bilan munosabatini kuzatib, yaxshi bilan yomonni ayirishga o'rgatirga kerak bo'ladi. Bola azroq anglay boshlagach, dürüst terbiye verirdi, motor edebiyatını birgelab o'qib, ishtaligi bo'yicha anglamalar o'tkazuvda natijali chora. Yash o'zunchaligini hisobga olib, xalq ovoz ijodida, yozuvchilar asarlarida foydalanishga kerak. Masalan, maktab yoshidagi bolalar uchun bir kichkina tekst taqdim etamiz. Bir kuni yorliq oiladan bo'lgan malay maktabda o'qigan uchun to'larga aqsha bo'lsin deb uyda yurib aybirlar sotirga o'ylagan. Kun bek salqin, yomg'irli, vaqtiya tovarinda oluvchi yo'q. Oshisi kelib kisasini aqtarib qoray, unda tomoq yolg'onliq aqsha yo'q. Mana bu yurt xo'jasidan osharga so'rab qararman deb o'ylaydi. Lekin eshikni bek motor yosh qiz ochgach, malay yo'qolib qolar, ham bir stakan suvini so'raydi. Suyunishga anga bir stakan jilli süt olib chiqib beradilar. Ko'pmi to'larga tegishmin sizga degan so'rovga qiz, bir tiyinda tug'il, aniyim ishlagan yaxshilik uchun to'lovni bir qashonda olmasga o'rgatdi degan. Shil ko'ngildan bo'lgan rahmatini bildirib, malay o'zini xayr qilganini sezib, bor kishilarga dunyo xo'jasina ishonishini ishig'ib ketadi. Ko'pmidir yillar o'tgach, Amerikaning bek zo'r shahar xastaxonasina qoti og'ru yosh xotinni olib keladilar. Bek tanilgan operatsiyalar uchun qiymatli to'lov haqini so'ragan doktor Говард Тилли uning qaysi shahardan kelganini eshitgach, Avrupa palatasına kiradi. Ham o'lim holida bo'lgan kishida tegi yosh qizni taniydi. Davlatga bütün kuchini qo'yib, doktor uni o'limdan qutqara. Operatsiya uchun to'larga vaqt yetgach, Avrupa xotin bek burshila. Qolgan bütün umri bo'yina ishlagan bor aqshasi shu davo uchun to'lovga ketashadi. Ko'pmi to'larga tegishmin sizga deb so'raydi. Bir tiyinda tug'il. Davolov haqini aytdingiz. Bir istakan süt. Barisi da anlaşıldı. Ko'zlarini yosh to'tirgan xonim, "Ya Robbim, cheksiz rahmat senga. Sening meni yaratuving shafqatli kishilar yuraklari ham qo'llari orqasida menga yetkirildi" deb yig'laydi. Bu tanilgan Amerika doktori Говард Тилли 1855-1943 yillarda yashagan, onun bilan shinnab bo'lgan bir hal turindagi hikoya. Mana bunday materiallarni o'qigansa bolalar bilan qiziqli anglamalar o'tkazishga mumkin. Shafqatlilik, marhamatlilik, tavfiq, mehribon, igilik, izgilik, yordam, keng ko'ngillilik, qadr-hurmat, nos, ig'tibor, yumortlik, sabrlik, itoatlilik ham boshqa ma'lum tushunchalarida o'z ichiga oluvchi bek keng ma'noli so'z.
Demek balalarda merhametlilik sıfatlarını terbiyelev için biz iyilikli işlerini ayırışa kup başkarırga, tuğanlarımız, yakınlarımız bilen tağında kuvret aralaşırga, birbiribizge ihtibarlı, ihtiramlı, tüzüm, mihirbanlı bulurga, yetim muhtaçlarga jancılısın, maddi yardımını kızganmazga, izgen ameller başkarganda yumartlık kursetirge tiyişbiz. Şefkatlilikni kimge ko'rsatirga bo'ladi degan so'rovga da bolalar bilan birgalab javob izlarga mumkin. Şefkatli bo'luv kuchsiz abi boboylarga, ko'rshilarga, ulkanlarga, xizmat hamsug'ish veteranlarına, kichkina bolalarga, hayvonlarga bo'lishuv bo'l. Yaxshilik yerda yotmaydi degan burungular. Chinlab da yaxshilik bo'l bizim izgi ishlarimiz ham o'ylarimiz. Kishilarning bir-birisiga qarata ishqirsiz ham rahimli munosabatlari. Yaxshilik bir qachonda unutulmaydi. Bugun bor dunyoni material boylikqa umtuluv yo'llab olgan ko'p kishilarning o'ylari, ishlari bilan oqsha idora etadi. Yaxshilik, iyiliklilik, shafqatlilik sifatlarına o'rin yo'q gibi. Albatta, oqsha bilan da muhtoj bo'lgan kishilarga yordam etarga bo'ladi. Ammo shin ko'ngildan yordam ko'rsatasi kelgan kishida allani zo'r oqsha odatda bo'lmaydi. Yaxshilikni kim nechik bildira, shulay qila oladi. Şefkatlilik, yaxshilik gibi ko'pkam sifatlar Tatar xalqında ilgililikdan bit yuqori bayalangan. Bu izgi amallar turida maqollar ham aytimlar ijod etilib, ular yillar davomida bizni ruhiy yoqdan boyata, adablilikka yuratadi. Mana shularning qo'yibirlari vaqt qolmadi. Oshning moyi bor, so'zning joyi bor. Jala so'z jon ozig'i. Igilik ishni uzoqqa so'zarga yaramaydi. Igilikli ishning ertasi kechi yo'q. Igilik ketgan yolda kalmaz. İzgilik ite olmasan, yomanlık kılma. Kişi hukukun güzel, üzünlükün tüzel. Kişiye iyilik etsen, üzüne buluşasan. Maturluğu izleme, yaxşılığı izle. Maturluk bir günlük, iyilik mengelik. Mal bilen boy bulma, ko'ngilin bilen boy bol. Ulularga hürmet kıl, kişilerge şefkat kıl. Ululasan ulunu, ulularla üzerine. Yamanlık ortından yürgen, izgilik topmaz. Yaxşılık jirde yatmaydı. Yaxşı bulsan danın çıgar, yaman bulsan canın çıgar. Yaxşılık kılgan aş yığan, yamanlık kılgan taş yığan. Yaxşılık işlede suğa sal. Yaxşı kadar edem iter, yaman kadar erem iter. Şefkatlilik terbiyelev için balalığa tügəndəki kengeçlerini verirge mümkün. Kişilerde varından da elek uay yaklarını tabarga öğreniniz. Kişilerge ihtibarlı bulunuz. Muhtaçlarga yardım etiniz. Tabiatga, hayvanlarga qarata merhametli bulunuz. Kim bir hayırlı izgi iş işlese, o kişiye 10 kat savap olur. İzgilik işleseniz hiç şeksiz kiri qaytaşaq. Naşarlık işleseniz o da kiri qaytaşaq. Öz iyiliğiniz bilen maqtanmağız. Barımızga da iste tutarga kerak. Halk yaxşı sözlü jon ozig'i deb bir de yo'qqa aytmagan. Yaqin kishining ruhiyatdan ko'nglin ko'tarib, avur minutlarda uning halini anglarga tirishuvda bek muhim. Jilla yaxshi so'z material yordamga qaraganda da ahamiyatliroq bo'lishi mumkin. Chunki boylik bu bo'ladi bitta, aqlgan yaxshi ish ko'ngilda, yurakda qolar, ham o'zingga da yaxshilik bo'lib aylanib qo'ytashar. Şefkatlilik, izgilik turunda izgi Kur'an kitabında ayetlerde var. Birov tuzan bir tüy xatligini yaxshilik qilgan bo'lsa, uning jazosini ko'rar. Birov tuzan bir tüy xatlik gunoh ishlasa, uning jazosini ko'rar. Zalzal surasida. İkinci sure. Birov izgi amallar qilsa, foydasi albatta o'zinadir. Ve birov buzuq ishlar qilsa, zarari albatta o'zinadir. Sening Robbing bandalarına zulm etuvchi tugul, ammo kishilar o'zlarini zulm etadilar. Fussilat surasining oyati. Suyukli Peygamberimiz bütün turmuşu bilen şefkat hem merhametlilik örneğini ko'rsatgan. Şefkatlilik turunda hadislerde ko'p. Mana ularning qaybirlari. Yer yüzündekilerge şefkat hem merhamet ko'rsatasiz. Ko'kdagilar da sizga merhamet ko'rsatirlar. İyilikli işlerini tavırsız gına boshqarig'iz. Qilgani o'zingga bo'lar. Kichkinalarga merhamet etmagan, ulularni hurmat etmagan bizniki tugul. Merhamet etmagan kishiga merhamet bo'lmas. O'zingga narsa tilasang, boshqalarga da shuni tila. Her izgilik sadaqa. O'ylab qarasak, shafqatlilik bir-biriga yordamga kelarga azir bo'lib, yaqin kishining uchun o'zini his tuyg'ularini qurbon etuvdir. Umuman, shin ko'ngildan ishqirsiz yaxshilik qilib, bizning shin barliqda bor kishida da bu ko'ngil sifati qizg'anishga qarshi yo'q. Shin ko'ngili bilan Alloh taolaga ishongan kishi shafqatsiz bo'la olmaydi. Chunki Robbimiz bir-birimizga yaxshilik qilarga qo'shgan.
Күренекле din galime Tavaslı Yusuf yazgancha Müslümanlık ol insanlık dine. İnsanlık varlık jatiyelerine karata şefkatli, merhametli bulu. Onların boşulsuzlanığın öz yüreğine alı ol. Başkalarına merhamet etmeyenlerge merhamet bulmaz. Başkaları için sızlanmasa senin için bir kim sızlanmaz. Tarih sahifelerine göz salıp uylansak anlarız. Zalimlerinin, merhametsizlerinin ahırgı yazmışı öte de facialı. Akıllı, zihni kamil bulganlar için gıybret yeterli. Allah kızganu merhamet duygusu bilen yaşayan kişilerini yaratacağını bildirer. Kızganlarını kızganırman, gafu edebilgenlerini gafu edermin değil. Cenab-ı Hak bizni İzgi İslam dini bizne şuşu merhamet nurundan ayırmasın. Amin. İhtibar olsun. Rahmet.